Kanikulda jinni bo'lib qolmaslik uchun bolalarimni olib Qushbegida Apex Pizzaga ketib bordim. Eng zo'r joyi o'tda plashatkasida ekan qizlar. Chunki yer joni go'ndirish oson emas. Pizzaga pul topsa, plashatkaga pul topsa, pizzaga pul topilmaydi. Shuning uchun o'tda plashatkasi besplatno tekin ekan qizlar. Maza qilib bolalardan qo'yaverasizlar va eringlar bilan romantika qilib shunaqangi 3 xil pizzadan go'shtli, tovuqli, sirli, kamiga shunaqa oyoqchalar bilan mojitolarga nima gap qizlar, maza qilib o'ynab keladigan joy ekan. Ayniqsa ko'ryapsizlar, bolalaringizga hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Kichkina bolachanglarga shunaqa qo'l motorikalar uchun shunaqa igrushkalar ham bor ekan. Bolalar bilan maza qilib o'ynadim, yeb, ichdim. Orada bolalarimni yo'qotib ham qo'ydim. Shunaqangi dahshat katta plashatkasi bor ekan. Ayniqsa go'rkalarga gap bo'lish mumkin emas. O'zim ham bitta maza qilib uchib yordim. Xullas, bitta keladigan joy maza qilib pizzalardan yeri Qushbegidagi Apex Pizzada mani eslab qo'yish esinglardan chiqmasin. Like bosib, podpiska ketinglar.